Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlarga navbatdagi ishimizni obzor qilib beramiz. Xo'p, birinchi o'rinda razmerini aytamiz. Razmerlari bu tarafi 3.30 ga 2.30 komplektida ikkita tumbasi bor. Keyin buni materiallari teddy materialda bo'ladi. Gucci material, nomi Gucci buni. Eng trendda bo'lgan material. Xo'p, betlari ham mana chiqadi bu ishimizni. Machalka bu. Xo'p, qulayli bo'ladi. O'tirganda juda ham yumshoq turadi bu etlari ham. İşimizi turishi ham juda ham chiroyli. İchlari, karkazlari sasna displeyda bo'lgan bu ishimizni. Xo'p, sidinlari 22 plus machalkada bo'lgan. Narxi 5,5 million so'm stoli bilan. Stolini ham aytib ketay. Qanaqa deb ko'pchilik so'raydi. Stoli bilan desam, mana stoli bunaqa bo'ladi. Mana MDF stol. Xo'p, bunisidan ham tanlasanglar bo'laveradi. Keyin mana bunisidan ham tanlasanglar bo'laveradi. O'zingizlarga yoqqanidan qo'yib beraveramiz. Bunaqa mana ustlari o'yilgan MDF bo'ladi stoli. Oyoqlari mana buniki bunaqa high-tech. Bu ham xuddi shunaqa, faqat oyoqlari boshqacha. Bu ham MDF. Buni usti o'yilmagan. Xo'p, bu ishimizni mana bu seriy rangi, och seriy. Bunisi oq maloshniy rangi, bejviy deb berdi. Shunaqasidan. Buni ham razmerlari, karkazlari xuddi shunaqa. Xo'p, keyin buni mana orqalari ham o'zini materialida. Endi hamma ishimiz o'z orqalari o'zini materialida. Yana bir aytib beramiz. Narx aytganimdek, stoli bilan 5,5 million so'm. O'zi ancha qimmat sotilgan. Aksiyaga bordik bu ishlarimiz ham. 2 xil rasvetkasidan tayyori bor. Pastki nomerlarimizni yozib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkasiz kelishilgan narxda bo'ladi. Faqat Andijon shahriga bepul bo'ladi. O'zimiz olib borib beramiz. Qolgan viloyatlarga kelishilgan narxda bo'ladi. Xo'p, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli ishlar bitkazib beramiz. Qolgan ishlarimizni ham hozir obzor qilib ko'rsatamiz. Boshqacha ishlarimiz ham juda ham ko'p. Hozircha shuni yangilik mana bu ham. Ko'pchilik sasnali qilib bering deydi. Shunaqa xohlaganlarga mana shundan bor. Ranglarini boshqacha ham qilib beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Razmerlarini ham o'zgartirib beraveramiz.